Tomda mana shuni oddiy yog'ochdan qilgan yaxshimi yoki temirdan qilgan yaxshimi akalar, sifatini tekshiramiz. Benzinimizni quyamiz. Kelasiga ham ko'proq yuvaveramiz. Benzin dehqonchilik. Kamroq quyavering, qimmat benzin. Xo'sh, endi yoqib ko'ramiz. Ko'rdinglar akalar, yonib ketdi, men yonib ketishimga ham jinday qoldi. Ko'ryapsizlar, yog'och mana birpasda yonib ketyapti. Mana sinib ham ketyapti. Mahsulot baquvvatdan bo'ladi akalar. Bu yerda xohlagan tomlayni yopib berishaveradi. Molxona, qo'yxona, to'yxona, mini futbol maydonlari. Yonib ham ketdim shekilli. Xudo xolasa xohlagan tomlayni yopib berishaveradi. Bez uston qilib 25 metrga yopib berishaverar ekan. Xo'sh, firmalar narxiga keladigan bo'lsak, 110 mingdan boshlanib 210 mingga doğru tayyorlab berishaveradi. 210 mingligi mana baquvvati zo'ridan bo'ladi akalar. Xo'sh, kimga qanday tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastga telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqa chiqarsizlar. To'liq video Seldorz YouTube kanalidan, manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yi tumani Kamin teridan bo'lyapti akalar. Sal qoldi yonib ketishimga.